Xudoy tabaraka va taolo biz uchun hech qaysi ummatga berilmagan baxt nozil qilgan. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar. Xudo xolasa bugun men sizlarga mana shu yaqin qisqa kunlarga 14 kunlik umra ziyoratiga qat-qatdan reyslarimiz borligi haqida ma'lumot berib o'taman hamda hamma kutgan Ro'za-yu Ramazon oyiga 35 kunlik paketimiz haqida ham ma'lumot berib o'taman. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalar, har qanday yangiliklarni eshitib turasizlar. Videoda qandaydir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Xudo xolasa 8-kuni Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. Bu 14 kunlik umra ziyorati bo'lib, bunda malakali liboschilar boshchiligida ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat barchasi bo'ladi. 4 yulduzli mehmonxonalar bo'lib, o'zimiz o'zbekona milliy taomlar beradi. Sizlar ibodatlaringiz uchun 24 soat transport xizmatimiz ham bor. Xudo xolasa hamda Farg'onadan reysimiz bor. 10-kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha bo'ladi. Bu ham 14 kunlik umra ziyorati bo'lib, bu standart paket bo'ladi. Bunda ham aytib o'tganimdek barcha qulayliklar, malakali liboschilar bo'ladi. Xudo xolasa hamda 11-kuni Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. Bu ham 14 kunlik umra ziyorati bo'ladi. Bu yerdan ketayotganlarni Xudo xolasa sizlarga mana bunday pejik beriladi. Mana bu yerdan Telegram kanalimizga ulanib olsalaring bo'ladi. Hamda mana bunday kamzillar beriladi. Hamda mana bunday so'mka beriladi. Bu o'zlarining ehtiyojlari uchun, o'zlarining dokumentlaringni sovg'asalaring bo'ladi. Attan kelganlarni o'zimizda ham bir qandaydir ehtiyojlaringni ishlatsalaring bo'ladi. Bu so'mkalarimiz Xudo xolasa hamda 14 kun davomida ibodat qilib, ziyoratlar qilib O'zbekistonga qaytayotganlarida har birlariga firmamiz tomonidan 5 litrdan zamzam suvi ham beriladi. Videoda boshida aytib o'tganimdek 35 kunlik paketimizga keladigan bo'lsak, bu hamma kutgan paket Ro'za Ramazon oyi. Ro'za oylarida o'sha yerda ro'zalar tutib, hayit namozlarni o'qib kelaman deb niyat qilgan aka-ukalarimiz, hoji ota, hoji onalarimiz uchun bu 35 kunlik paketimiz. Bu 35 kunlik paketimiz Xudo xolasa 17-kuni Farg'onadan Jiddaga uchadi hamda 35 kun davomida ibodatlar qilib qaytayotganlarida Jidda Namangan yo'nalishi bo'yicha qaytadi. Shunga e'tiborli bo'linglar. Ketish o'zimiz Farg'onadan bo'lsa, qaytish Namanganga bo'ladi. 35 kun davomida Xudo xolasa malakali liboschilar boshchiligida ibodatlarni qilib, 4 yulduzli mehmonxona, iftorli, saharliklaringga o'zimiz o'zbekona milliy taomlar beriladi hamda 24 soat transport xizmati ham bo'ladi sizlar ibodatlaringiz uchun. Borib kelganlar biladi, Ro'za-yu Ramazon oyida sayohatlar bo'lmaydi, ibodat bo'ladi. Shuni ham bilganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsalaring xursand bo'lamiz. Bilmaganlar uchun qandaydir ma'lumot bo'lib qoladi. Mana Ro'za-yu Ramazon oyiga niyat qilib yurganlar juda ko'p. Yori birodarlarimiz bor, hoji ota, hoji onalarimiz bor, akalar bor, ukalar bor, otami, onami oborib Ro'za-yu Ramazon oyida o'sha yerda birgalikda ro'zalar tutib, ibodatlarni qilib, hayit namozlarini o'qib kelaman deganlar uchun aynan shu paketni tavsiya qilaman. Yana qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlar beramiz. Xohlovchilar rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisimizga ham kelib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olib, har qanday ma'lumotlarni olishlari mumkin. Xo'p, bizni ofisimiz Marg'ilon shahar temir yo'li vokzalchasida joylashgan. Xudo xolasa bemalol kelishlari mumkin. Bu 35 kunlik paketimizning narxini $1650 qilib belgiladi. Agarda siz vizangiz bo'lsa $1550 qilib beramiz. Endi to'lov masalasiga kelsak, xohlovchilar ofisimizga kelib, rasmiy kassalarimiz bor, ashitga to'lov qilib o'zlari bilan chekin olib ketishi mumkin. Xohlovchilar Telegram kanalidan aloqa etsalar, biz sizlarga bank shot raqamimizni tashab beraman. O'sha o'zlaringizga qulay bo'lgan banklarga kirib, to'lovni amalga oshirib, chekini olib bankdan o'sha Telegram orqali Zagrant pasportlaringizga qo'shib tashab bersalaring joylarini albatta bron qilib qo'yamiz. Xudo xolasa videoda qanday kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, barchasidan oldindan uzr so'raymiz va bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga barcha yangiliklarni qo'yib boramiz. Barchalaringizga rahmat. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring har qanday yangiliklarni ko'rib borasizlar.